Bu maxraj va sifatlar video darslar to'plamining 9-qismi. Ushbu darsda biz nun harfini ko'rib chiqamiz. Uni qanday qilib to'g'ri talaffuz qilish va unga oid eng keng tarqalgan xatolar haqida gaplashamiz. Nun ham tilning old qismi, ya'ni uchidan talaffuz qilinadigan harflardan biridir. Tilning uchi bu rasmda ajratib ko'rsatilgan qism. Xo'sh, nun qanday talaffuz qilinadi? Uni to'g'ri talaffuz qilish uchun ikkita harakatni bajarish kerak. Birinchisi til orqali harakat, ya'ni uni kerakli joyga qo'yish. Ikkinchisi burun bo'shlig'i orqali harakat. Bu ovozning burundan chiqishi degani. Keling, birinchisidan boshlaymiz. Nun talaffuzida tilning uchi old tishlar ortidagi suyak qismiga to'liq tegish kerak. Ya'ni milkka tegish kerak. To'liq tegish deganda til bilan shu qism orasida hech qanday bo'shliq qolmasligi nazarda tutiladi. Xo'sh, tilning uchi o'zi aynan qaysi joyga tegadi? Nunning o'rni lamnikidan pastroqda joylashadi. Demak, boshqa so'z bilan aytganda, nunning maxraji lamga nisbatan oldingi yuqori tishlarga va og'izning tashqi tomoniga yaqinroqdir, ya'ni tishga yaqinroq. U aynan lamning joyida emas, balki uning biroz pastida joylashgan. Shunday qilib, avval lamning, undan keyin sal pastroqda nunning chiqadigan joyi kelar ekan. Demak, birinchi harakat nun tovushining yarmini tashkil etdi. Ikkinchi yarmini esa burun bo'shlig'i orqali bajariladigan harakat hosil qiladi. Ya'ni, havoni burun bo'shlig'idan chiqarish kerak bo'ladi. Zero, burun bo'shlig'i ishtirokisiz nun harfini talaffuz qilish imkonsiz. Buni unutmang. Burun bo'shlig'idan chiqadigan mana shu tovush g'unna deb ataladi. G'unna dimoqdan chiqadigan tovush degani va u nun tovushining ikkinchi yarmini tashkil etadi. Masalan, an, an, an. Shunday qilib, ikkala harakatni ham to'g'ri bajarish, ayniqsa ikkinchi qismini to'g'ri chiqarayotganini bilish uchun oddiy usul bor. Nunni talaffuz qilayotganda burun teshiklaringizni yoping. Odatda havo burundan chiqadi, to'g'rimi? Lekin siz uni to'sib qo'ysangiz, tovush to'g'ri chiqmaydi. Agar tovush bo'g'ilib, farqlanmas holga kelib qolsa, ya'ni burunni yopgan vaqtda nunni aytib bo'lmasa, demak siz uni to'g'ri bajaryapsiz. Masalan, ad, ad, ad. Keling, endi nunning misollariga qaraymiz. Masalan, yanhaun, yazunnun, nun. Endi esa nun tovushiga oid eng keng tarqalgan xatolar haqida. Birinchi xato bu nun so'z oxirida kelganda unga beriladigan g'unnaning miqdorida bo'ladi. Bu yerda xato shundaki, odamlar g'unnani ortiqcha ko'p berib yuboradilar yoki aksincha, juda kam beradilar. Agar g'unna juda kam bo'lsa, tovush shunday eshitiladi. Nasta'in, nasta'in. Agar g'unna ortiqcha ko'p bo'lsa, unda shunday eshitiladi. Yanhaun, yanhaun. To'g'ri talaffuz esa bu ikkalasining o'rtasida bo'lish kerak. Shunda nun aniq bilinib, g'unna ham eshitiladi. Lekin ortiqcha mubolag'asiz va g'unnasini ko'paytirmasdan. Nasta'in, nasta'in. Keyingi keng tarqalgan xato bu nunni qalqala bilan talaffuz qilishdir. Bu xato nun so'z o'rtasida sukunli bo'lib kelganda sodir bo'ladi. Bu juda keng tarqalgan xato. Ayniqsa Fotiha surasida mana bu so'zda. An'amt, an'amt. Siratal ladzina an'amta alayhim. Bu noto'g'ri talaffuz. To'g'ri talaffuz esa shunday eshitilishi kerak. An'amt, an'amt. Navbatdagi keng tarqalgan xato bu nunni yo'g'on talaffuz qilishdir. Ya'ni uni yo'g'on harfga aylantirib yuborish. Bu holat odatda nun ortidan qalin talaffuzli harf kelganda sodir bo'ladi. Masalan, nazara, nazun. Bu yerda nundan keyin zo keldi.
U yo'g'on talaffuzli harf, lekin nun esa ingichka talaffuzli harf va doim shunday bo'lib qoladi. Uni qalin qilish mumkin emas. To'g'ri talaffuz shunday bo'lishi kerak. Nazun, nazoro. Agar siz bugungi nun harfiga oid boshqa keng tarqalgan xatolar yoki uni talaffuz qilishdagi qiyinchiliklarni bilsangiz, iltimos izohlarda yozib qoldiring. Darsni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha